Assalomu alaykum, muhtaram aziz jonajon qo'qonimiz ahllari. Uzoqdan yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz. Mana bugun saylimizning 11-kuni. Hammalaringga ma'lum, O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining 7 yilligi oldidan birinchilardan bo'lib O'zbekistonimizda Qo'qonning dilovor oqshomlari hamda ko'rik tanlovini o'tkazish haqida Qo'qon shahar hokimlarimiz muhtaram Hoji To'raqulov Mavlonqulovning farmoyishlari chiqqan. Mana shu farmoyishga binoan 1-avgustdan 1-sentyabrgacha bir oy mobaynida Qo'qonning dilovor oqshomlari o'tkaziladi. Mana bugun Ko'hna Qo'qonimizning 21 hamda 22 mahalla qo'mitalari a'zolari ham xizmatda ham izzatda. 3 kun saylovimizning mas'ullari shahrimizdagi bizning sog'lig'imizni saqlash, bizning mana shunday bo'lib yurishimizga katta sababchi bo'lgan sog'liqni saqlash bo'limi shifokorlarimiz 3 kun mobaynida mas'ullar. Mana bugungi saylimizni fayzlik hamda mazmunli o'tkazishni O'zbekiston Davlat teleradio kompaniyasining direktori, suxandoni, o'zimizning hamshaharimiz Namunaxon Zohirova ana olqishlar bilan hamda Muloqot televideniyemizning suxandoni Abdumannonjon Ahmedovlar boshqarib boradilar. Albatta olqishlar. Albatta Namunaxonni ham, Abdumannonjonni ham dasturlarida ajoyib sirlik hamda sizlar kutgan dasturlar bor. Marhamat Abdumannonjon, Namunaxon. Yurtim, senga she'r bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim asla. Shoirlar bor o'z yurtun butun olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchdi ko'p yiroq, qanotida kumush diyori. Bir o'lkaki dunyoda biroq yozilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli hamshaharlar. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 7 yilligi oldidan Qo'qon shahar hokimi Hoji Mavlonqulov tashabbusi bilan Qo'qonning dilovor oqshomlari xalq sayli o'tkazilmoqda. Bugungi saylni esa salomatlik posbonlari, inson umrini uzaytirishda fidoyi bo'lib xizmat qilayotgan shifokorlar, tashkilotchi va mas'ul Muhammadjon Adhamov rahbarligidagi Qo'qon shahar sanitariya va epidemiologiya stansiyasi xodimlari o'zlarining konsert dasturlarini bugun siz aziz hamshaharlarimizga tuhfa etadilar. Aziz saylimiz ishtirokchilari, konsert dasturimizni 17-mehribonlik uyi prezidentimiz g'unchalari ansambli o'zlarining tabriklari bilan kechamizni ochib berdilar. Siz ularning ijrosida O'zbekiston Islom bobo qo'shiqlarini va Dilxiroj raqsini tinglab tomosha qilasiz. Marhamat, saylimiz ochiq, konsertimizni boshlaymiz.